O'zi tug'moqchimisiz? Yo'q. Nega? 6-chi. 6-chi. Agar bu abortimni hisobga olmasa 7-chim bu. Uni o'zingiz tushiruvdingizmi dori bilan? Bir oysiya. Yana homiladorsizda. Tabletka bilan tushirsa bo'ladi. Yana tushirmoqchimisiz? Sharoitim yo'q. Uyda 6 ta bola bor. O'g'il qizingiz aralash bordir? Yo'q, bitta qizim bor. Qolgan hammasi o'g'ilmi? 5 ta o'g'ilmi? Yo'q, qahramon ona ekansiz. Yurakchasi urib yotibdi, lekin bolajonisi. Qiz desam tug'asizmi? Yo'q. Kerak emas. Hech narsa deya olmayman to'g'risi. No, qiz bola bo'lishi mumkin haqiqatan. O'ylab ko'ring. Sharoitim yo'q, o'zi kvartira yuribman. Bolalarim bittasi onamda, bittasi qaynonamda, har joyda. Ular katta qilib beradi-da bolalaringizni. Undan ko'ra ikkita bo'lsa uyimda o'tirsam bo'lmaydimi? Bu gapingiz ham to'g'ri.